Şərqi Türkistanның paytaxtı Ürümçidəki Xitay сақчىلارنىڭ sanlıq məlumat ambaridan milyonlagan ھۆججەتلەر ашкарىلاندى. Bu ھۆججەتلەر telefon yumşaq detalı arqalıq ھۆججەت, telefon uçurları və telefon xatirəsi qatarlıq uçurlarga erişiş arqalıq kişilərni iz qoğlab, axbarat toplaydigan Xitay hökumətinin rayondakı musulman millətlərə təhdid silish siyasətini qandaq yolğa qoyulayotganlığını aşkarıldı. Bir hökumətsiz təşkilat tərəfindən tunji qatim elan qılınğan Xitay saqçı sanlıq məlumat ambaridan aşkarlanğan ھۆججەtlər kişilərning ئۆيىگە kamera o'rnatganligi, jazo lagerlarining qurilganligi, ailəsidən ayrılğan balalarning toklu qirşatkalar bilan qo'shilgan yeslilarga o'rlashtirilganligi, Uyg'ur mazorlarining sistemalik vayron qilinganligi va majburiy bola tushirish, homildorlikdan saqlanish va tug'u cheklash usullarining Uyg'ur nüfusini azaytganligi qatorliqlarni isbotlab berdi. 52 gigabayt və 250 milyon qurğa yaqın bu sanlıq məlumat hər xil qo'llanışchan programlardan kelgan uçurlardan tərkib topgan. Türkiye İyi Partiyasının rəisi Meral Akşener xanım ötken haftada grupu yığınında ata-anasının və milyonlagan Uyg'urning faciələrini anlatish uchun Nursimangülni Türkiye parlamentida sözge təklif qilgan edi. Türkiye'deki Xitayparast Vatan Partiyasının reisi Doğu Perinçek bolsa, Nursimangülni terrorchi deb tökme çapıldı. Bu kişilik cemaat fikri qo'zg'agandan keyin advokat İlyas Doğan efendi özlerining Perinçekka qarshi qonuniy harakat boshlaydiganligini e'lon qildi. Doğu Perinçek bir televizyon programmasida Nursimangyulning Sharqi Turkiston Islom partiyasining a'zosi ekanligini, Fathullah terrorlik tashkilotining faoliyatlariga qatnashganligini va uning Uyg'urlarni emas, balki Al-Qoida terrorlik tashkilotiga vakillik qiladiganligini aytgan. O hanımefendi Uygur değil. O hanımefendi Uygurları temsil etmiyor. O hanımefendi PKK'nın ikizi olan El-Kaide içinde kurulmuş olan, DAEŞ içinde olan bir örgütü temsil ediyor. Xitayning Tунjі davlat ichidagi yadro reaktori bo'lgan Xualong 1 faoliyat boshladi. Xitay davlatlik yadro bosh shirkati e'lon qilgan bayonotida Xitoyning Fujian o'lkasidagi elektr stansiyasiga o'rlashtirilgan 3-avlod Xualong 1 yadro reaktorining ishga kirishtirilganligi xabar qilindi. Aloqador tarmoqlar Xualong 1ning har bir vaqt gavdasining sig'imining 1.161.000 kilovatga yetadiganligini, o'ttiral taraqqiy qilgan davlatlarda yillik 1 million kishining davlat ichidagi tok ehtiyojini qondirolaydiganligini bayon qildi. Yavropa tibbiy dori idorasining tasdiqidan keyin Yevropa İttipaقı komiteti Astra زېنېكا ۋاكسىنىسىنى Yevropa İttipaقı doirasida ishlatishga ruxsat berdi. Komitet raisi Wunderlin şirketga 400 million vaksina yetkazish va'dasini yana bir qatim eskartdi. Yevropa İttipaقı komiteti bu şirketga 300 million vaksina buyurgan hamda to'xtamga 100 million zakaz taloni qo'shgan. Ammo bu şirket oldin qatda bayonot e'lon qilib, 3-oyning oxirigacha va'da qilingan summaning faqat 40%ni yetkazolmaydiganligini aytgan. Bu şirketning Angliya qatorliq Yevropa İttipaقı sirtidagi 3-davlatga davomli mol avatishidan gumonlangan Yevropa İttipaقı, ittifoq ichida ishlab chiqarilgan vaksinaning eksportini nazorat qilish mexanizmi o'rnatishni planladi. Xalqaro jamiyatning noroziligiga qaramasdan Bengal arakanlik musofirlarni Basanchar orlig'iga davomli yo'tkamoqda. Plan doirasida taxminan 1800 odamdan tarkib topgan 4-guruh orolga avatildi. Yuzmonlagan Rohingya musulmonlari Bermada hukumatning ziyonkashligidan qochib Bengalga panohlandi. Lekin nachar lager sharoitida yashaydigan arakan musulmonlarining kulfatlari bu yerdami oxirlashmadi. Bengal hukumati 12-oyda arakan musulmonlarni Basanchar orlig'iga o'rnashtirish planini yo'lga qo'ydi.